Speakingni 3x ga oshirish bo'yicha gaplashamiz. Speakingda ravonlik va aniqlikni yaxshilovchi asosiy qoidalar bilan sizlarni tanishtiraman. Bu birinchisi. Ikkinchisi, har bitta darajada qanaqa qilib speakingni tabiiy gapirishni o'rgataman. Uchinchisi, ideyalar oqimini qanaqa keltirishni o'rganib olamiz va speakingda qo'rquvni yengishni, ya'ni fearsni yo'qotishni qanaqa yo'qotishni biz ko'rib chiqamiz. Nimaga sizda speaking chiqmaydi? Mana shuni asosiy sabablarini bilib olishinglar kerak. Sababi har doim bitta narsani boshlashdan oldin uni sababini tushunmas ekansiz, shu xatoni nimaga qilayotganingizni bilmas ekansiz, sizda o'zgarish bo'lmaydi. Bu hamma narsada shunaqa. O'shaning uchun birinchi navbatda qachon sizda speaking chiqmaydi, umuman ingliz tilida emas, nima til o'rganayotgan bo'lsangiz ham. Demak, qaranglar, eslab ketaman, o'zim shu kunga qadar 5 ta tilni o'rganganman. 5 ta tilni o'rganganim uchun ham tillar o'rganish bo'yicha tajribam bor, ham tilshunos bo'lganim uchun tajribam bor. O'shaning uchun men hozir sizlarga kerakli ma'lumotni ulasha olaman deb o'ylayman. Birinchisi, passiv bilim ko'p, aktiv mashq kam bo'lsa, bu nima degani? Ya'ni passiv bilim deganda masalan aytishim mumkin, siz ko'p input qilasiz. Input degani ma'lumot o'rganasiz, video ko'rasiz, eshitasiz, lekin o'zingiz output qilmaysiz, ya'ni o'zingiz gapirmaysiz. Sizda output kam bo'lsa, o'zingiz shu narsani chiqarmasangiz, shunda sizda masalan speaking yaxshi chiqmasligi mumkin va bilaman, bu narsa sizlarda ham bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, tarjima qilib gapirish. Mana bilaman, ko'pchilik insonlar o'zbek tilida nimadir demoqchi bo'lsa, tarjima qilib keyin gapirishga harakat qiladi va bu sizni eng katta oqsatadigan xatoinglar hisoblanadi. Masalan, men suv ichishni xohlayman demoqchi bo'lsa, men hozir nima edi? Xohlayman. Nima edi? Want. Ichmoq nima edi? Suv. Demak, endi hammasini qo'shaman. Demak, I want drink water deb shuna o'ylanib xato gapirib qo'yasiz. O'zi I want to drink water deyishingiz kerak, lekin ham xato ketadi, ham pauza ketadi, ham sekinlashasiz. O'shaning uchun tarjima qilishni yig'ishtirishimiz uchun biz hozir sizlar bilan kerakli ishlarni o'rganib olamiz. Ikkinchisi, input ko'p emas. Ba'zan inputni ko'p emasligi ham sizga to'sqinlik qiladi. Bu nima degani? Masalan, siz yetarlicha ingliz tiliga o'zingizni immerse qilmayotgandirsiz. Ya'ni immerse degan o'zingizni bag'ishlamayotgandir, sizda yetarlicha exposure bo'lmayotgandir. Ya'ni yetarlicha ma'lumot olmayotgandirsiz, yetarlicha eshitmayotgandirsiz, yetarlicha ingliz tilini o'rganmayotgandirsiz. Shu narsa ham sizlarda sabab bo'lishi mumkin. Bu uchinchi sababimiz. To'rtinchi sababimiz bu real situatsiya bo'lmasligi. Bu nima degani? O'zim masalan Angliyaga borgan paytimda ular bilan gaplashib ko'rganimdan keyin men o'rgangan kitobiy tilidan hayotdagi ingliz tili boshqacha ekanligini haqiqatda sezganman. Chunki haqiqiy native speakerlar bilan gaplashsangiz bu boshqa narsa. Mana o'zimda ham ba'zi o'quvchilarim, kursdoshlarim bor, ingliz tilini o'rgangan, lekin Amerikaga borib qaytadan ingliz tilini o'rganib yurishibdi. Nimaga ingliz tilini o'rganib ketding desam, bularda boshqacha gapirar ekan deydi. Ko'rdingiz, hayotdagi ingliz tili boshqa narsa. O'shaning uchun real situatsiyani qachon ko'paytirishimiz kerak? Haqiqiy restoranga borib gaplashib ko'rishish yoki masalan telefonda gaplashib ko'rishingiz haqiqiy ingliz tilida yoki haqiqiy ingliz tilini biladigan ingliz odamlar bilan gaplashib ko'rish bu boshqa narsa. Xuddi shu narsani balkim ko'paytirishingiz kerak bo'layotgandi. Keyingisi, xato qilishdan qo'rqish. Bu eng katta uchraydigan asosiy faktor hisoblanadi. Xuddi shu narsani yo'qotish kerak. Qo'rquv qachon yo'qolsagina siz gapirishni boshlaysiz. Keyingisi, shablon asosida yodlab gapiradi. Mana kimlardir ko'p eshitganman, o'quvchilar keladi, ustoz, o'zim gapira olmayman, yozib, yodlab gapirsam gapiraman, lekin o'zim gapira olmayman dedi. Bu ham sizning katta xatoyingiz bo'lishi mumkin. Mayli, to'g'risini aytaman, shablon yordam beradi. 100% nima deydi? Umuman yordam bera olmaydi demayman. Yordam beradi. So'zlar o'rganishingizga, struktura o'rganishingizga, lekin ertaga siz bu shablondan tashqari gapirishingizga to'g'ri keladi. Unda nima qilasiz? Shu narsani ham o'ylashingiz kerak. Aslida speaking easy peasy lemon squeezy. Easy peasy lemon squeezy degan oson juda ham. Ya'ni mana bu to'g'ri, shunchaki siz to'g'ri praktika qilinsa bas, speaking o'zi avtomatik chiqishni boshlaydi. Mana bu so'z, qaranglar, to'g'ri oxirida es yozilgan, lekin talaffuzda bu o'qilmaydi. Clothes deb o'qiladi. Okay? Hech qachon clothes demaydi. I have many clothes. I have a bunch of clothes. That's it. Hech qanaqa esi yo'q. Clothes, clothes, clothes. Eslab qoling, demak clothes deb talaffuz qilishingiz kerak ekan. Ikkinchisi, foreign deb yurgan bo'lsanglar, bugundan bu talaffuzni yig'ishtirasizlar. Foreign. I know many foreign languages. I know many foreign languages. Foreign deb talaffuz qilishingiz kerak ekan. Foreign. Mana bu yerda bizda shva sound bor va mana bu g o'qilmaydi. Foreign deb talaffuz qilishingiz kerak.
Keyingisi, mana bu so'zimiz vegetables emas. Qaranglar, ko'plar mana bu yerga table deb cho'zib urg'u tashlaydi. Vegetables. Vegetables emas, urg'uni yig'ishtirasizlar. Bu yerda urg'u yo'q, gap boshiga urg'u tushadi. Vegetables. Vegetables. Qisqartirasiz tibble. Vegetables. Okay? Keyingisi, mana bu so'z zinc, zinc emas. O'zbekchadagi oddiy s emas bu. Bu chuchuk s tovushi bo'ladi. Hozir qanaqa talaffuz qilinishini ham o'rgataman sizlarga. Think, think, think deb talaffuz qilishingiz kerak. Bu chuchuk s. Think. Mana bu so'zimiz support emas. Ko'pchilik support deydi. Yo'q guys, bu yerda bizada eshitilmaydigan shva degan sound bor va bu aytiladi support. Support. I would like to support you. Yoki I'm gonna support you. Support deb talaffuz qilishingiz kerak. Birinchisi, mana bu ikkita so'zni masalan ko'plar talk, walk deb talaffuz qiladi. Mana bu l harfi yo'q talaffuzda. Talk, walk. A bilan l harfi o deb talaffuz qilinadi. Talk, walk. I'm gonna talk about. Let's walk. Dishes kerak. Okay? Mana bu so'zimiz esa oxirgisi comfortable emas. Table qilib cho'zmanglar. Mana bitta urg'usi yo'q. Comfortable. Qisqa talaffuz qilasiz. Comfortable. Endi hammasini bitta qilib talaffuz qilib beraman. Tekshirasizlar, sizlarda nechtasida xato qilingan. Okay? Ketdik. Birinchisi close, foreign, vegetables, think, support, talk, comfortable. Nechtasida xato qildilar, to'g'risini yozinglar uyalmasdan. Nimaga men bu oddiy so'zlardan boshlandim? Sababi talaffuzingizni siz to'g'rilamas ekansiz, speakingni qancha harakat qiling, zo'r gapiraman deb o'ylamang, talaffuz sizni oyog'ingizdan tortadi baribir. Chunki ming tez gapiring, talaffuzini xato qiling, sizni eshitayotgan odam, ha, darajasi yaxshi emas ekan degan fikrga boradi. Okay? Xuddi shu narsa bo'lmasligi uchun oldin mana bu oddiy so'zlarning talaffuzini o'rganib olishingiz kerak speaking uchun. Nimaga ingliz tilida boshqacha yozasizlar, boshqacha o'qiysizlar. Nimaga o'zbek tilida masalan qanaqa yozsa shunaqa o'qib ketamizda, ingliz tilida unaqa emas ekan. Ingliz tilida 26 ta harf bor, buni bilasizlar, lekin 44 ta tovush bor. 2 barobar ko'p. 26 ta harf, 44 ta tovush bor. Masalan, bittagina i so'zingiz 2 xil o'qiladi. I cho'zib o'qiladi va qisqa deb o'qiladi. Sheep, ship. Ko'rib turibsizlar. Xuddi shunaqa ingliz tilida demak tovushlar ko'pligi uchun ham so'zlar boshqacha o'qiladi. Birinchisi, sizga 25 ball beriladi fluency and coherence uchun. Ya'ni ravonligingiz, gaplaringizni bir-biriga bog'lab, mantiqiy gapirganingiz uchun sizga 25% ball beriladi. 100% dan. Ikkinchisi, grammatical range and accuracy. Ya'ni akkuratni, to'g'ri gapirganingiz, xatolarsiz gapirganingiz uchun 25 ball beriladi. Va 25 ball beriladi sizga pronunciation, talaffuz uchun 25 ball beriladi. Ko'rdinglar, nima uchun talaffuz shu darajada muhim narsa. Lexical resources, so'z boyligingiz uchun, vocabulary uchun 25% beriladi. Bu degani faqatgina so'z yodlash muhim emas, faqatgina grammatika muhim emas, talaffuz ham muhim ekan. Bu ham muhim narsa siz uchun. O'shaning uchun buni bilishinglar kerak. Okay? Talaffuz, pronunciation ko'pchilik e'tibor bermaydi. Ya'ni ko'pchilik o'zi qilayotgan xatosini bilmaydi. Masalan, sizlar ham qaysidir so'zlarni talaffuz qilib yurasiz deb bilmaysiz. Ya'ni men talaffuzni erkaklarning oyoq kiyimiga o'xshataman. Sababi bilasizlar, ayollarning oyoq kiyimi tiqilib ketgan uyda, mana ko'rib turibsizlar, hammasi ayollarning oyoq kiyimi, ha? Lekin bittagina chekkada erkaklarning oyoq kiyimi turibdi. Bu men uchun talaffuz. Nimaga deganda, ko'pchilik so'z yodlashga e'tibor beradi, speakingda tezroq gapirishga e'tibor beradi, grammatikasini yaxshilaydi yoki yana nimadirlar qiladi-da, talaffuz becharaga e'tibor bermaydi. Mana shunaqa bo'lib, chekkada qolib ketadi. Mana shu uchun ham ko'pchilikda mana shu aynan bizada o'zbeklarda talaffuzda ko'p xatolar uchraydi. Aynan IELTS topshirayotganda ham sizda 7,5-8 olmasligingizni yoki 9 olmasligingizni asosiy sabablaridan bittasi talaffuzingiz bo'lishi mumkin. Chunki talaffuz, ya'ni 9, 8,5-8 degan o'zi native speakerlarga yaqin gapirishingiz kerak degan. Aynan talaffuzingiz shu narsa bilan, shunaqa holatda bo'lsa, sizda demak balingiz pastroq chiqishi mumkin. Umuman o'zi ingliz tilini o'rganayotganlar asosan mana shu nechta 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta, men bu bilan 7 ta endi. 7 ta individual sounds deymiz, mana shu tovushlarda ko'p xato qilishadi. Mana shu tovushlarda bizda eng ko'p xatolar uchraydi. Bular qaysi? O tovushi. Ha, masalan, open degan so'zni olaylik. Open deydi. Hozir bularni boshqatdan ko'rib chiqamiz hammasini. Open. Bu open emas, open.
o tovush chiqishi kerak sizda, right? Open deyishimiz kerak. Yoki mana bu shua deymiz buni. Inglizchada buni bizada shua sound deyiladi. Shua degani bu dangasa tovush. Deyarli eshitilmaydi. Juda ham kam ishtirok etadi, deyarli yo'q. Masalan, boyagi support degan so'zingizni ko'rdingiz-ku? O'sha yerda mana shu yerda shua soundi bor. Deyarli eshitilmaslik kerak. Support. Ko'ryapsiz? Deyarli eshitilmayapti. Yoki masalan, endi keyingisi mana bu tovush chuchuk s deb yozaman sizlarga tushunarli bo'lishi uchun. Chuchuk s, ya'ni soqovchasi deymiz, s deb gapiradiganlar bor. Yes? Masalan, I think, I thought. Mana shunda ko'pchilik xato qiladi. I think deb yuboradi. I thought deydi. Bu xato, guys. Yoki bo'lmasam, mana bunda the tovushi bor. Yoki qiynalsanglar buni d deb talaffuz qilishingiz ham mumkin. Bular ikkalasi hammasi th harfini talaffuzi o'zi, thni talaffuzi, right? The deb talaffuz qilish kerak o'zi aslida. This, that. O'shanda these, that deb talaffuz qilasiz. Bularda ham eng katta xato. Mana bu tovushimiz juda ham qisqa tovushi bor-ku, mana book. Good deydigan bo'lsangiz, mana bu good, book deb cho'zib u deb aytishadi. Book, good, yo'q, book. Good. Look. Mana. Look at me emas, look at me. Look at me. Mana shunda ko'p xato qilinadi. Yoki idida ko'p xato qilinadi. Hozir bitta xato bilan sizlarni hammanglarni yig'latib yuboraman. Ozgina qoldi ungacha yetib borishimizga. Yoki mana idida ko'pchilik xato qiladi. Right? Mana bo'lsa, call it deysiz. Called demasdan I called you. Demasdan I called you. Right? Mana shunda. Yoki esda ko'pchilik xato qiladi. Mana friends degan so'zni ham ko'pchilik oxiriga urg'u tashlab yuboradi. Buni ko'p o'quvchilarda eshitganman. Friends eshitganmisizlar? Friends deyishadi. Shu narsalarni biz to'g'rilashimiz kerak. Asosiy mana shu tovushlarda bizda eng ko'p xatolar qilinar ekan. Okay? Aslida bu friends emas, friends deb talaffuz qilinishi kerak, right? Mana bu most degan so'zni olamiz. Mana o'zidan xoslarga oddiygina talaffuz qildim, xato qilib berdim. Most deb. Chunki shunaqa talaffuz qilishingiz mumkin. Ko'pchilik qanaqa talaffuz qiladi? Most deydi. Most of the people. Most of my friends. Yoki most people deysiz, to'g'rimi? Aslida bu oddiygina most emas. Bu most. O tovush chiqishi kerak sizda. Mana bu tovush chiqishi kerak sizda. Okay? Bu most deb aytiladi. Mana shu dictionaryda qanaqa talaffuz qilinishi yozib qo'yilgan. Bu most deb talaffuz qilinadi. Most emas, most. Most of my friends. Most of the people, you should say, right? Xo'p, demak buni sizlar most deb talaffuz qilar ekansizlar. Okay? Yoki mana bu so'zga qaraymiz. Bu focus deydi ko'pchilik, right? Mana bunaqa qilib talaffuz qilishadi. Focus. No. It's not a focus. Bu focus emas. Focus. O deb talaffuz cho'zasizlar. Focus. O tovush chiqishi kerak sizlarda. Okay? Focus. Let's focus on the project. Right? Focus on the project deb aytishinglar kerak. Mana talaffuzini tekshirib ko'rsanglar ham Cambridge Dictionary'da focus. Britishda ham, American Englishda ham demak O deb talaffuz qilinar ekan. Okay? Buni bilib qo'yishinglar kerak. Endi esa keyingi so'zga o'tamiz. Bo'lmasam shu joygacha tushunarli bo'lsa, mana boyagi sizlar qilayotgan xatoinglar support deganni ko'p eshitganman. Support dedi. Yo'q, guys, bu support deb talaffuz qilinishi kerak. Qaranglar mana. Shua kichkinagina tovushi bor, dangasa tovushchamiz bor. Support deb takrorlab turinglar men bilan birgalikda ichinglarda. O'rganish esinglarda qolishi uchun, okay? Support deb talaffuz qilasiz. Endi qaranglar mana Cambridge Dictionary'da ishonmasanglar deb olib kelib qo'ydim bu yoqqa. Tekshirib ko'radigan bo'lsangiz ham UK variantda ham support, American variantda ham support ketyapti. Right? Ikkalasida ham bir xil qilingan. Support. Xo'p, yoki bo'lmasam think. Mana bu so'zni ko'pchilik thinkni sink deb talaffuz qiladi. Mana cho'kmoqqa o'xshab talaffuz qilib chiqadi mana bunaqa qilib. Mana bu cho'kmoq degan, mana bunaqa talaffuz qiladi ko'pchilik. Sink deydi. No. That's not sink. Bu sink emas. Bu qanaqa talaffuz qilinishi kerak ekan? Think. Soqovchasi. Hozir buni o'rgataman sizlarga. S. Please xuddi issiq suvda kuygandek qilib s deb talaffuz qilishingiz kerak. Think, right? Think deb talaffuz. Mana bu variantimiz to'g'ri, bunimiz xato. Mana o'zingizlar UK variantda ham shunaqa, American variantda ham shunaqaligini ko'rishinglar mumkin ekan.
Okay? Xo'p, endi yig'latadigan joyga keldik. Hozir menga yig'lagan smayliklar tashlab yuborasizlar agarda shunaqa talaffuz qilib kelayotgan bo'lsanglar. Okay? Demak, ketdik. Mana bu so'zni sizlar qanaqa talaffuz qilgansizlar? Mana buni. Chunki buni men bitta odamdan eshitmaganman. Kim mana shu so'z esa ko'pchiligidan, hamma demayman, ko'pchiligidan noto'g'ri talaffuzini eshitaman. Ya'ni ko'pchilik hozir men noto'g'risini aytaman sizlarga, yaxshilab qarab turinglar. I am tired. Tired. Bu tired emas. Bugundan buni to'g'rilaymiz. Tired. Tired. Birinchi tired. 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 Qaytaringlar. Tired. Tired. I am tired. I am tired nima-yu? I am tired nima? To'g'ri, sal bir-biriga o'xshab ketadi, lekin iltimos to'g'ri talaffuz qilinglar. I am tired. Okay, she's tired. We are tired. You should say. Okay? Yana, ishonmasanglar, mana Cambridge Dictionary'dan ko'radigan bo'lsanglar ham tired degan. Ko'rib turibsizlar, mana bunaqa talaffuz qilingan. Bunda ham xuddi shu narsa tired deyilgan. Ko'rdinglar, nimaga bular o'rganishinglar kerak? Demak, tired deb talaffuz qilishimiz kerak ekan. Ikkinchisi mana bu. So'zimizni ko'pchilik case deydi. I have case deydi yoki keys deydi. Key deb aytgan tarzda ham s bilan aytadi. Keys. Can you give me your keys? Can I have your keys? Deysiz, to'g'rimi? That's not keys yoki case. Bu keys. Z bilan talaffuz qilishingiz kerak. Keys. Can you give me your keys? Okay? Keys deb talaffuz qilishingiz kerak ekan. TH magic rule nima deydigan bo'lsanglar, bu sizlarda eng ko'p uchraydigan f tovushi hisoblanadi. Ya'ni mana bu TH da ko'pchilik noto'g'ri talaffuz qiladi. Menimcha bu sizlarda ham bo'lishi mumkin. Ya'ni ko'pchilik mana bir xil talaffuz qiladi, right? This, that yoki think deb talaffuz qilasizlar. Mana shuni to'g'rilaymiz. Nima qilamiz? Ya'ni birinchisi mana bu nolga o'xshab ichida mana bunaqa yarimta chizig'i borligi bu s, chuchuk s hisoblanadi. Chuchuk s harfi hisoblanadi. Mana tilingizni ikkita tishingizni orasiga qo'yasiz, tishlab olmasdan s deb talaffuz qilasiz-ku. Xuddi shunaqa talaffuz qilishingiz kerak. S, ya'ni bu havo bilan chiqadi. O'shaning uchun ham bulutni rasmini qilib qo'yganman. Havoga o'xshab chiqishi kerak. Mana qaranglar, qo'linglarni mana qilib qo'yinglar. S qo'lingizga havo uriladi. Faqat havo urilishi kerak. Okay? Think, thought. Ko'ryapsizlar? Think, thought desangiz faqat havo chiqadi. Bu demak chuchuk s ekan. Ikkinchi mana bu teskari oltiga o'xshagan harfimiz esa tovushimiz bu mana bu pashshani qo'yib qo'yganman sizlarga ataylab. Ya'ni bu pashshani og'zingizdan chiqayotgandek tasavvur qiling. Pashsha uchganda qanaqa tovush chiqaradi? Va degan tovush chiqadi-ku. Xuddi shunaqa talaffuz qilishingiz kerak. Okay? Va. Ya'ni this, that, those. Aslida d va z harflarini d bilan z harfini qo'shilib ketilganda yasalgan tovush bu. This, that, those. Buni aytishga qiynaladigan bo'lsa, prosta oddiygina d deb ayting, daraxt so'zdagi d deb ayting. This, that, those. Faqatgina these, that, those deb talaffuz qilmaysizlar-da. This, that, those deb talaffuz qilishingiz kerak ekan. Okay? O'shani yaxshilab o'rganib olishimiz kerak talaffuzini, chunki mana bu tovush sizni 7 dan tepaga ko'tarila olmasligingizni asosiy sabablaridan biri bo'ladi. Chunki men buni ko'p IELTS topshirganlardan 9 olgan, 8,5 olgan insonlar bilan gaplashib ko'rganimda eshitganman, mana shu tovushda men ko'p xato qilardim deyishgan. Aynan mana shu tovush sizni oyog'ingizdan tortayotgan bo'lishi mumkin. Buni biz bilishimiz shart. Birinchisi, mana bu chuchuk s, ya'ni shamolga o'xshab chiqadigan chuchuk s, ya'ni mana bunaqa harfimiz, TH'imiz, ya'ni shamolni eslab qolinglar. Qachon shunaqa talaffuz qilinadi? Qachonki ingliz tilida ma'no anglatadigan so'zlarimiz bor. Ma'no anglatadigan so'zlar qaysilar? Ular aniq ma'nosi bor so'zlar. Ot, fe'l, ravish, sifatlar bor-ku, o'sha so'zlarni oldida keladigan bo'lsa, unda u mana bu harfingiz, tovushimiz s deb talaffuz qilinar ekan. Ma'no anglatuvchi so'zlar bilan kelsa. Bularga qaysi kiradi? Masalan, think, fe'l, o'ylamoq degan ma'no anglatadigan so'z. Thank, rahmat aytmoq, bu ham ma'no anglatadigan so'z. Thick, qalin degani, bu ham ma'no anglatadigan so'z. Thought, bu ham o'y xayol degani ma'no anglatadigan so'z. Demak,
mana shu so'zlarni oldidan kelsa, ya'ni ma'no anglatadigan so'zlarni oldidan kelsa, bu demak s deb talaffuz qilinar ekan. Eslab qolinglar, s deb talaffuz qilinadi. Ikkinchi qoidamiz bor. Ikkinchi qoidamizda qachonki mana shu tovushlarimiz, harfimiz so'z oxirida keladigan bo'lsa, har doim jarangsiz s deb talaffuz qilinadi. Masalan, breath, breath desangiz, yoki bo'lmasam tooth, yoki bath deydigan bo'lsangiz, demak s, mana bath, tooth, s deb talaffuz qilyapman. Chunki so'z oxirida kelsa, o'zini xuddi shunaqa qilib talaffuz qilar ekansizlar. Ikkinchisi, mana bu, ya'ni pashshaga o'xshab va yoki bo'lmasam oddiygina mana bu oltiga o'xshagan teskarisi bor-ku, bunaqa talaffuz qilinadi. Qachonki, ya'ni d deb yozib qo'ya qolaman osonroq bo'lishi uchun sizga. Mana shunaqa talaffuz qilinadi, ya'ni pashshaga o'xshab talaffuz qilinadi. Qachonki ma'no anglatmaydigan so'zlar bilan kelsa, gapda struktura yasashingizga yordam beradi, lekin o'zi hech qanaqa ma'noga ega emas. Masalan, bularga kiradi. Olmoshlar bor, this, that, they degan olmoshlar bor. Eng ko'p uchraydigani bular olmoshlar va artikllar. Demak, mana shularda siz mana shu tovushni the yoki d deb talaffuz qilishingiz kerak ekan. Masalan, this, that, they deb talaffuz qilishingiz kerak ekan. Okay? This, that, they deb talaffuz qilar ekansiz. Okay? Bu birinchi qoidasi. Ikkinchisi, agar ikkita ullining orasida keladigan bo'lsa, d deb talaffuz qilinar ekan. Masalan, bathe, mana bathe demayapman. Bathe. Boyagida ko'rdinglar, bath deb talaffuz qilindi. Bath. Bunda esa bathe, bathe deb talaffuz qilyapman. Yoki mother so'zini olinglar. Mother demaymiz. Mother. Qanaqa qilib bu tovushni o'rganishinglar uchun sizlarga tez aytishlar tayyorlab keldim. Ikkita tez aytish bor. Mana shuni uyda mashq qilib ko'rsanglar ham bo'ladi. Ya'ni tongue twisters deymiz, buni ingliz tilida. Tongue twisters degan tez aytishlar. Mana shu tez aytishlarni uyda mashq qilib ko'rishingiz ham mumkin. S va D tovushlarini bir-biridan ajratib olishingiz uchun. Masalan, birinchisi osonroq, osonidan boshlaylar, qiynalsanglar. 3 thoughtful thinkers. Bu yerda hammasida chuchuk s tovushi bor. Ko'ryapsizlar? 3 thoughtful thinkers. Ya'ni ikkinchisi bor. Bu dahshatli, men eng yaxshi ko'rganim. Hammani shu bilan qiynab yuraman. Xo'p, demak, I thought a thought, but the thought I thought wasn't the thought I thought. Qani, shuni ishlatib ko'rishinglar mumkin. Ya'ni bunda siz s hamda d tovushlarini birga talaffuz qilasiz. Harakat qilinglar. I thought a thought, but the thought I thought wasn't the thought I thought.